Mana qabristonni darvozasini qo'yyapti. Rayondan hoji bola kelgan. Xudoga shukr, rahmat. Qabrni ichini obodligi duo bilan bo'ladi. Ustini obodligi mehnat bilan bo'ladi. Mehnat bilan bo'ladi. Haqiqatan ham katta mehnat bo'ldi. Mana ayvonlar, mana bular juda chiroyli, zamonaviy. Mana texnologiya dedik-ku, ko'rgindingizmi? Shunday zamonaviy juda. Baraka topinglar. Haqiqatan bu xalqning madaniyatini bir ko'rinishi, belgisi. Oqsoqollar xizmat qilyapti. Alhamdulillah. Ama bu joyda asosiy, bugungi eng asosiy masala shu o'tdan tozalash masalasi. O'tdan tozalash masalasi. Hali menchilarda ish boshlanmoqda, o'tizamlar. Sizlar o'tamani boshlangan edi. Yana mana o'roqchilar bo'ladi o'zi. Shu bilan bir boshdan bismillah deb o'tni tozalashlaydi, raislar, shu masala. Shunga kirishib, masalan qancha kunda tozalab bo'lasiz ekan? Hozir ikki oz gapirib bo'ladi. Bizlar anamiz bor, o'radigan narsa. To'rtta anot qo'yganmiz qabristonda ana. Bolalari bilan o'zi jas sifatli qilib bir hafta bo'ladi, rahmat kattalar. Bir haftada top-toza ko'rasiz. Mana bu chiroyli o'stirib, anaqa qilgandi, tozalagandik hozir 1 minut. Keyin bu yomg'ir anamiz yog'ib, o'sdi-da mana bir ikki kun turgan yomg'ir o'sib qoldi. Tabiatdan olsa, ana shunday. Bo'ldi, bir haftada top-toza qilib beramiz. Lozim bor, o'zingiz ikki oz oqsoqollar. Endi qabriston. Assalomu alaykum. Va alaykum. Keling mo'qodan keling. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rishing. Yaxshimisiz? Salomat Yaxshimisiz? Bir til bo'yaqmisiz? Rahmat. Marhamat. Endi sizlarga qabriston to'g'risida, obodonchilik to'g'risida ko'p aytilgan. Umum xatib aytgan, masjidda eshityapsizlar, mahallalarda aytyapti, obodonlashtirishdi. Qabriston bu yerlarda yurganmiz bizlar ko'p. Shunday emas. Nimalar nasib bo'lsa, yana ham yuramiz. Shu mahallani qo'llab-quvvatlash birinchi imom xatiblarga buyurilgan. Ana shu qabristonni nima qilish. Bir haftaning ichida qilamiz deyapti. Marhamat, gap yo'q. Bir haftada kelamiz. Nima qilib? Hozir siz yaxshi eshitdik. Bir haftada o'tlarni 1 minut o'rib, tozalab o'zingiz bo'yar. O'radiganlaringiz, bola chaqangizdan. Aymi? Keyin nimalarni yo'lakcha qilish kerak. Nimalar qabristonlarga boradi yo'lakcha. Uni qabristonga desalaring odamlar hech qachon yo'q deydi. Mana bu yerda qilib har bir nimani kichkina yo'lakcha o'rischasiga trotuar deydi. Shu keyin mana bu yerga gul ekish kerak, gul. Mana atirgul ekilgan. Ekilgan nazmak. Yaxlarga polni ekilgan aylanadi. Kirishlarga mana bu yerga. Ha. Odamlarni mana Zangiboyga boringizlar. Oddiy gullarni qo'yibdi, oddiy gullar. Sut joyida gulzor qo'yibdi. Shunday mana har bir gul. Gul sepib qo'ysa, direktor bu oddiy gullar sepib qo'ysa, Rayhon, atirgullaringiz bor ekan. Atirgulni kesib turasiz, yana ketaveradi bu yer. Shu o'zlaringga qolar gap yo'q. Qancha savob olaman desangiz, qabristonni obodligiga shug'ullaning. Nasib bo'lsa, birov erta, birov kech boramiz shu borayotgan joyga, lekin obodlik mana o'tganlarga ruhlar shod bo'ladi. Qayerda qanday odamlar o'tgan bu yerda, o'shalarning ruhlari shod bo'lsin. Gap yo'q, hoji buva. Rahmat, qaysilar bir yumaloqchaga gruppalarga tashlab qo'ying. Bizlar kiyimlarni, follarga tashlasangiz ham mayli. Shunday o'zingizni mahallaga tashlasangiz ham mayli. Mana kelib ketdi oqsoqollar, bu zarur ekan juda. Qilishimiz kerak ekan degan bir ma'nolarni yozib tashlab qo'ysangiz bo'ladi. Reis hali yoshda. Mana men tashiymi? Katta bloger. Menga tashlang, menga. Mayli. 90lik yozuv. Mana darvoza tayyor bo'ldi, kalitkasi bilan birga.
kalitkasi qulflanadigan bo'lgan. Bu yog'i ham zakonni bo'ldi ko'rinish. Rahmat, kim o'zini hissasini qo'shgan bo'lsa, hammaga qishloqimiz hammasiga ham kattakon rahmat. 7 yoshdan 70 yoshgacha shu qabristonni obod qilishga hamma hissasini qo'shgan. Iloyim umridan baraka topsin, qishlog'imizga ko'z tegmasin. Yangi asfaltchalar, yangi darvoza, yangi o'klam,